Olis sug'da umumiy manfaatlarni izlash tashkilotining Wins dasturi doirasida Farg'ona viloyati Qalb nuri ayollar va ularning oilalarini ijtimoiy huquqiy qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan chegara hududidagi faol ayollar uchun chegara hududi ayollari tinchlik va xavfsizlik nomli loyihasi tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlarda tumandagi mahallalarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar faollari, mahalla yetakchilari va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ishtirokchilarga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining tegishli rezolyutsiyasi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ushbu hujjat xotin-qizlarni tinchlikni saqlash, mojarolarni hal etish va xavfsizlikni ta'minlash jarayonlarida faol ishtiroki sifatida ko'rishni nazarda tutadi. Shunday qilib, ayollarning qaror qabul qilishdagi o'rni va ta'sirini oshirishga qaratilgan. Qalb nuri markazi, ayollarda oilalarni ijtimoiy huquqiy qo'llab-quvvatlash markazi shu avgust oyida So'x tumanida chegara hududdagi ayollarda huquqlarini himoya qilish, ularni marginalizatsiyada, ularda ishtirokini faollashtirish loyihasini boshladi. Bu loyiha Search for Common Ground Wins loyihasi doirasida bular bizga ko'mak bergan va shu loyihaning asosiy maqsadi So'xdagi xotin-qizlar duch kelayotgan muammolarni o'rganish. Loyihani doirasida nima qildik? Biz chegara hududdagi mahallalarda ayollar bilan uchrashdik. Ayollar bilan uchrashuvlar o'tkazganimizda ular bilan samimiy suhbat qildik, choy ustida suhbat qildik. Ular o'zini dardini aytdi va shu dardini hozir hamma muammolarni biz yig'ib, tahliliy hisobot qilib, yo'l xaritasi qilib, buni bartaraf etishga harakat qilamiz. Uchrashuv doirasida muhokamalar, muloqotlar va tajriba almashinuvi ham tashkil etildi. Tadbir ishtirokchilari bunday tashabbuslar chekka va chegara hududlarda yashovchi xotin-qizlar uchun juda muhim ekanini ta'kidlashdi. Tadbir Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Farg'ona viloyati bo'limi hamda So'x tumani hokimligi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Shu kabi tashabbuslar orqali mahalliy ayollarning huquqiy savodxonligi oshirilib, ularning tinchlik va barqarorlikka qo'shayotgan hissasi yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan tayyorlandi.